Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan Ro'zg'or ko'mir bazasimiz. Ko'mir bazamizda bugungi ish jarayonlari bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda murdash arechka ko'mirlarimiz, juda sifatli bo'lgan ko'mirlar, universal aholi pechkalari va kotellar uchun 6,5-7,5 kaloriyada bo'lgan ko'mirlarimiz. Yaltiroqligi, razmerlari jihatdan juda ajoyib ko'mirlar. Ko'rishingiz mumkin, bu rasmiy holatdagi varianti. Ularni biz qoplab 40 kilodan bo'lgan qoplaga joylab berishimiz ham mumkin. Sotuvga shunaqa holatda chiqadi. Ob'yomlarimiz yetadi, istagan ob'yomda yetkazib bera olamiz. Bu yoqda murdashning semichka ko'mirlari. Razmerlari 1 sm-dan 3 sm-gacha bo'lgan razmerda bunkerli kotellarni shinagiga tiqilmaydi, shinani qilmaydigan holatlarda chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bundan ham rasmni qoplaganligi uchun qopli holatda qilib bera olamiz. Zaxiralarimiz yetarli. Yo'lda ko'mirlarimiz chiqib turyapti. Ko'rishingiz mumkin. Yumshoq ko'mir mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Aytilgan manzilga, aytilgan ob'yomda yetkazib beramiz. Ro'zg'or ko'mir bazasi aloqadamiz.